Infinix yaqinda o'yinlar uchun yangi Note 50 Pro smartfonini taqdim etdi. Eng muhim yangiliklardan biri bu uning Arma Alloy tomonidan ishlab chiqarilgan metal ramkali korpusda, ya'ni mustahkamligiga alohida e'tibor berilgan. 678 dyuymli AMOLED displey, 144 Hz li yangilanish tezligi, 1300 nit yorqinlik. Buni bir marta ko'rgan odam oddiy ekranlarga qayta olmaydi. Har bir harakat ravon va silliq. Displeyda xavfsizlik uchun barmoq izi skaneri ham mavjud. Smartfon 90 Watt tez zaryadlash adapteri va sovg'a sifatida qo'shib beriladigan 30 Watt simsiz MagCharge quvvatlagichiga ega. Bunday komplekt yana qaysi smartfonda bor? Asosiy xotira 256 GB, tezkor xotirasi esa 12 GB va uni 24 GB gacha kengaytirish mumkin. Yana bir juda qiziq tomonlardan biri bu uning AI funksiyalari. Suratga olingan rasm yoki xato qaydnomalarini chizilgan rasmlarda animatsiya uslubida qayta ishlash. Ekrandagi obyektni belgilangan holda u haqida ma'lumot olish. Olingan rasmlardan obyektlarni o'chirish yoki ularni alohida kiritib olish va boshqa turli funksiyalarga ega. Xo'sh, buni narxi nech pul deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.